Faqatgina befarosat odamlargina befarzand odamni oldida farzandini kamolotidan maqtanib gapiradi. Faqatgina farosati yo'q, ongsiz odamlargina puli yo'q odamlarning oldida pulidan gapiradi. Pulini sanaydi. Farosatsiz odamlargina mashinasi yo'q o'rtoqlarining oldida mashinasini maqtanadi. Yilini, markasini, qancha biznes rasxod qilishini maqtanib gapiradi. Siz muqobilingizda turgan odamga qarang. Ongli odamlar, farosatli odamlar muqobilidagi odamga qaraydi. U qanaqa holatda? Odam bir narsasini maqtanish uchun bir kiyimi bo'ladimi, martabasi bo'ladimi, oilaviy hayoti bo'ladimi? Maqtanishdan oldin, ko'z-ko'z qilishdan oldin uni tinglovchilariga qarasin. Siz farzandingizdan gapirmoqchimisiz? Qarang, atrofingizda befarzandlar yo'qmi? Chunki qalbi og'riydi. Ulug'lar aytadilarki, tishi og'rib o'tirgan odamning oldida olmani karsillatib tishlab turib, Xudoga shukr qilma deydilar. Nima sabab? Chunki haligi bechora ham tishi butun bo'lganda senga o'sha olmani karsillatib yerdi. U bechora qatigan nonni yoki yumshoq nonni ham choyga bo'ktirib yeyapti. Lekin sen uni oldida olmani karsillatib yemading. Farosati bor odam muqobilda turgan odamga qarab turib gapiradi.